Urg'oqdiki o. Bu harfning talaffuz qilinishi bundaq. O. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. O'ning ayrim shakli. Misol o'q. O'ning ayrim shakli. Misol to'ppa. O'ning oyog'idan olinadigan shakli. Misol toz. O'ning oyog'idan olinadigan shakli. Misol radio. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. O harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. To'ppa. O harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Toz. O harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Radio. O harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga ayishib o'qinglar. On, ot, ton, o, ra, ora, no, ta, nota, o, ta, ota. İki oğlaq. Bar iken, yo'q iken. Burunqi zamanda iki oğlaq bo'lgan ekan. Ular bir joyda tug'ilib, sakrab, taxlab, iniq yashaydi ekan. Bir kuni ikkisi tuyuqsiz inchik taxti ko'rikda bir-biriga duch kelib qopdim. Qara oğlaq oq oğlaqqa "Menga yo'l ber" debdi. Oq oğlaq "Yo'q, sen menga yo'l ber" debdi. Shuning bilan ikkisi bir-biriga zadil yo'l bermay usishibdi. Taqishib, oxiri har ikkisi suvga tikmollab tushibdi.